mavzuda bugungi uchrashuvimiz muammo va takliflar tizimli ikkinchi qaror bo'yicha. Kimda taklif, muammolar bo'lsa o'sha kim yechilmayotgan bo'lsa o'shanga aytaylik. Sizga yechildimi? Qaysi qaror bo'yicha chiqyapsiz? 10 qaror. Sizning topmaydi. Bir yil saqlangan bor. Bir yil saqlangan? Firma bir yil bo'lgan bo'lsa, bir yil bo'lganmi? Aynan. har bir yil. 10 qaror geçiyor. Sizga-chi? Mana yaxshi bo'lib olishgan. So'raysiz. O'tkazdingizmi xizmatni? Olmoqchiman, keldim. Sabablari o'tkazdik. Endi Ha? So'raqangizni o'tkazdik. Ularni ana o'tgan. hujjatlar tayyorladi. Bo'lganmi? Siz nomingizmi? Ha, Shu. O'ylaysizmi? ikkovim bor. Ikkovlaringiz nomlaringizmi? Adil. Adil. Bir yildan o'tgandan keyin Aylanma bo'lganingizga tushgan. man o'zi yana yangi